Qarshi shahrida 10 ga yaqin tayyor remontdan chiqqan sotuvga qo'yilgan domlarim bor. Aynan shulardan bittasini hozir obzorini qilamiz. Manzil 6-Mitti tuman, ya'ni Aromani orqasida joylashgan, 3-etajda joylashgan, 2 xona, 3 xona qilingan tayyor yevro remont domini sotuvga qo'yganmiz. Narxini biz 410 million so'm deb narxladik. Bitta obzorini ko'ring, yoqqanini siz bilan savdolashamiz. Bu xonamizni bichirim qilib remont qilindi. Kirgan odam qanday o'ziga bir yoqimli tuyg'u sezadi. Yuqori qismini oq natijani qildikki, yorug'lik chiroyli berish uchun. Hozir spalni qilib bemalol joylashtirsangiz bo'ladi. Keyingi xonamiz, mana bu xonani biz koridorcha qilib qo'ydik. Xohlang eshik qo'ying, xohlang yoki bir kladovka vazifasini bajaradigan xonacha qilsangiz ham bo'ladi. Endi eshikdan kirganda living room deydi. Qarshi shahrida ko'pchilik shu narsaga qiziqadi. Mehmonlarni qabul qilish mumkin bo'lgan joy. Bu tomonda 12 metrlik balkon bo'lgan. Biz balkonni 2 ga bo'ldik, chunki Qarshida hozir odat tusiga kirgan oshxonani balkonga ko'chirilgan narigi tomonida. Yuqori qismi ham natijni qilingan, eshiklari ham chiroyli qilib bichirim qilib remont qilingan. Endi bu tomonga o'tamiz. Bu tomonda demak samozel joylashtirilgan, vanna, rakvinalar yangi qo'yilgan, 50 litrli. Undan tashqari mana bu joyda kichkinagina xonamiz bor, mo'jazgina va balkonda demak oshxona joylashtirilgan. Mana bu joy menga xuddi bir Rossiyaga borganimda vagonka deydi. Shu narsani eslatib yuborar ekan. Xo'p, azizlar, endi biz sizga taklif etadigan domimizga demak maktab yaqin, bog'cha yaqin, bir yo'li, ya'ni markaz yaqin bo'lgan tochkani sizlarga taklif beryapmiz. Aloqaga chiqing, nomerlarimiz 24 soat siz bilan bog'lanishga tayyor turibdi.